Hayot yo'llarida ko'p narsani ko'rdim. Ko'p sinovlarni boshdan kechirdim. Rizq deb uzoq yurtlarga ketdim. Ammo bir inson bor, uyimni asragan, farzandlarimni voyaga yetkazgan, meni kutib, menga ishongan o'sha inson bolalarimning onasi. Men rizq izlab ketdim uzoq yo'llarga. Sen bardosh berding og'ir kunlarga. Uyimiz chirog'in o'chirmay asra. Farzandlar ulg'aydi sening qo'lingda. Tunlari uyg'oq qolganingni bilaman. Ko'z yoshlaringni yashirganingni bilaman. Menga kulib qarab kuch berganingni, dardingni ichingga yutganingni bilaman. Yillar o'tdi, sochlarimizga oq tushdi, lekin yuragimdagi hurmat kun sayin ortib boraverdi. Bolalarimning onasi, uyimizning chirog'isan. Men yiqilsam suyanchig'im, qalbimdagi oromsan. Bolalarimning onasi, baxtimning eng katta qismi. Bu dunyoda topgan boyligim sening mehring va sabring. Qizimiz ulg'aydi, o'g'limiz katta. Sen sabab yetishdi bugungi baxtga. Men uzoqlarda yurgan vaqtlarimda ham ota, ham ona bo'lding aslida. Farzandlar kulsa, sen sababchisan. Uyimizdagi fayz ham o'zingsan. Bugun erishgan har bir yutug'imda sening duolaring va mehnating bor.